Assalomu alaykum qadrli YouTube kanali obunachilar. Mana navbatdagi xonadonimizga o'tishlarimizni qilib berdik. Xudosi olib kelib o'rnatib berganmiz. Xudosi chiroyli qilib arzon qilib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, ishdan chiqmasin. Xo'p, bu yerga biz MDFdan eshik-davlarimizni qilib berganmiz. Akamiz kanalga qarab, hayti fasondagi. Bu yerga biz 6 ta eshik 3 dona davom qilib berganmiz. Bularimiz kvadratini 800 so'mdan olib kelib o'rnatishlarini bilan qilib berdik. Xudo xohlasa. Kim shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa egasini roziligiga topshirib oldik. Xudo xohlasa. Eshiklar haqida fikringiz bir. Endi avvalo assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli fuqarolar, ham qishloqlar, ham yurtlar. Mana bolalarga rahmat. Shunchalik hunar o'rganib, mana O'zbekistonda qarang, shunchalik yaxshi ishlarni qilib beryapti. Rasululloh eshigidan qolishmaydi, xudo xolasa. Allohga beadad shukr, mana bolalar topib shularni qildiryapti, mana qildirib qo'ydik. Endi bunda uzoq yillar xizmat qilib, shu yerda nevaralar o'lib o'ssin. Yaxshi odamlar kelib, eshiklarni ochib, yopib kirib turgani bizga mehmonlar kerak. Xudo xolasa shularga yetkazsin hammamiz. Alloh rozi bo'lsin hammamiz. Rahmat, hammasi rozi bo'lsin. Rahmat, katta. Kimga shunaqa eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib,